Assalomu alaykum, izzatli baraka YouTube kanali obunachilari. Xudo xolasa mana yana yosh, yetuk, chiroyli, yaxshi sigir bo'ladigan bo'g'ozlardan keldi. Bugungi kun 2026-yil 23-mart haftaning dushanba kuni. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalva qishlog'ida. Mana shu bo'g'ozlarimiz. Cho'p. Mana shu ikkita bo'g'ozimiz hozirga mana taglari. Birinchi qoringa toza shvet. Yuvoshligi hamma yo'q joyida sinovdan o'tgan yevichlari ham mana. Sog'umlari mana. Birinchi qoringa, hali kuraklari chiqmagan. Toza shvet. Oy 7 oylik. Bo'ylari 1.15. Mana shu oldi tomonni o'lchangan kurak tomonni 1.15. Va xolos hali o'sadigan narsa. 7 oylik bunisi. Navbatdagisi bu bitta tuqqan. Yo'q, bu ham birinchisiga. Bu yetikroq, 8 oylik bu. Mana shu bo'g'ozimiz, mana orqalarini ko'rishingiz. Mana bu sekin tag qo'shilib qoldi bunga. 8 oydan o'tib qolgan, 8 oyga beraveramiz. Ikkalasi ham birinchi qoringa. Bo'yi buni ham 1.15 bunikisi. Bunisi ham 1.15. Eng qiziq joyi, puliga kelsak, puliga bunisi 22 million so'm kami bor shveti. Olasa 21 million so'm kami bor. Va xolosa kelishamiz. Telefon nomerlar qoldirilgan. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka bizdan, vodiydan tashqariga kelishilgan holatda. Akalarda xolosa 100 ta bo'lishimizga oz qoldi. Obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Rahmat akalar.